Yasmiqning qaynatmasi bilan og'iz chayilsa, og'iz shilliq qavatidagi yallig'lanishlarda, tomoq og'rig'ida yordam beradi. Yasmiq sirka bilan qaynatilib, yuza qo'llanilsa, allergiyalarda, qiziljada, tepkida, issiq shishlarda yordam beradi. Yasmiq qobig'i bilan qaynatilsa, barcha turdagi toshmalarni davolaydi. Ayniqsa, sirka yoki g'o'r uzum suvi aralashtirilganda. Yasmiq ko'krak a'zolari uchun ko'krak og'riqlarida, yo'talda foydali. Yasmiqning o'zi ichni qotiradi, qaynatmasi ichni suradi. 30 dona qaynatilgan yasmiq doni yeyilsa, oshqozon mijozi buzilganda yordam beradi. Yasmiqning mijozi haroratda mo'tadil, quruqlikda 2-daraja. Qadimgi tibbiyotda aytilishicha, yasmiq tozalash, qon bosimini tushirish, qonni quyuldirish, kichik qon tomirlarda qon ketishini to'xtatish xususiyatlariga ega. Hazmi qiyin, qora o't hosil qiladi, yomon tushlarga, ko'z oldi qorong'ulashiga sabab bo'ladi. Yasmiqni tanovul etish qora o't mijozlarga, kuchsizlangan oshqozonga, gemoroy, kolitlarda, qiynalib siyishda zarar qiladi. Yasmiqni me'yordan ortiq iste'mol qilish shishlarni keltirib chiqaradi, qonni kuydiradi, ko'z o'tkirligini pasaytiradi, melanxoliya, moxovnaga olib keladi. Yasmiqni shirinliklar yoki tuzlangan baliq bilan iste'mol qilib bo'lmaydi. Bu istisqo, gemoroy, siyishning qiyinlashishi, tananing qurishiga sabab bo'ladi. Yasmiq zarar qilmasligi uchun uni sirka, shirin bodom yog'i, yog'li go'sht bilan iste'mol qilish kerak. Yasmiq sirkada qaynatilsa, oshqozonni mustahkamlaydi. Sirkasiz qorinni dam qiladi.